Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmenler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli körülmenlerimiz, bugün 2025 yılı 16 fevral yakşembe. Her yakşembe günü ettikende bir hafta jarayonida vatanimiz Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en muhim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularga ko'z yugurtib o'taylik. Qırğızstan prezidenti Şarkı Türkistan meselesinde Xitayni qo'llaydiganligini ta'kidladi. Trump bilan ishiba Xitoyga birlikda qarash turish haqida va'dalashdi. Xitoy Şarkı Türkistan'da yolg'on tashviqotini kuchaytirish planini ta'kidladi. Xitoy irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun qisqa sin musobaqasi tashkilladi. Va DeepSeek hukumat organlarida cheklanishga boshladi. Hindistan Xitoyning po'lat mahsulotlariga 25% boj qo'yishni planladi. Va Erdo'g'an Malayziya, Indoneziya va Pokistonda ziyorati bo'ldi. Qatorliq xabarlarimiz bo'ldi. Undaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Qirg'iziston prezidenti Sharq Turkiston masalasida Xitoyni qo'llaydiganligini ta'kidladi. Afsuski, buningga o'xshash xabarlar chiqqan vaqtda aminatda Qırğızstanla emas bütün O'rta Osiyodagi bizga qarindosh bo'lgan, bizga ham chegirdosh bo'lgan bu davlatlarning ojizligi tufayli bizning masalamizga yillardan buyon mustaqil bo'lgandan buyon hozirgacha nurg'un xalqimiz u yerda yashayotgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkiston masalasi davomli Xitoyninki tarafida turayotganligi insonni echindirdi. Her xil bu haqda albatta analizlar, suhbatlar o'rinlashtirildi hozirgacha. Lekin bu qatim bu nihoyat afsuslanarli bir ish. Qirg'iziston prezidentiniki bu qatim so'zlagan ifodalari insonni haqiqatan g'azablantiradigan, har qanday bir Uyg'ur o'qisa, hatto qirg'iz xalqi o'qisimi achchig'i kelishi mumkin bu ifodalarni. Xitoyning qo'rchoq amaldorlarininki ağızdan çıkıvatkan ifadeden mi eşip gittiğin derecede hamdi. Bu qatim Japarov 5 fevral Xi Jinping bilan ötküzgen söhbetde, yani Xitoyda ziyaret bu vaqtida bu Sharq Turkiston meselesinde Xitoy tarafı turduğanlığını bildirdi. Yani sözüde Qırgızistan Şinjan'a alaqadar, Hong Kong'a alaqadar meselelerde Xitoyni qat'iy qo'llaydi degan ibarani ishlatdi. Kundalik xabarlarimiz albatta tafsiliy ba'duq İctimai fikir vasıtalarında bana ait ayıplangan bir söz bu albatta. Tanrıtağ to'g'ri Xitoyninki buni albatta bunday ziyoratlarni bo'libmi bunday so'zlar har qanday birisining og'zidan chiqsa Xitoy tashviqoti sayrab ketadi bilasizlar. To'xtamay bunday so'zlarni bas-basli beradi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovninki Xitoy raisi Xi Jinping bilan suhbat o'tkazish jarayonida vatanimizdagi Sharq Turkistondagi Xitoyninki bizning millatimizdan bo'lgan Uyg'ur qo'rchoq amaldorlardan farqlanmaydigan iboralarni ishlatganligi albatta g'ulg'ulib qo'zg'agan, ayiblangan bir masala. U oldi bilan Xitoy 100 yillik kurash nishonini ishga oshirish musobaqasida shonliq muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, har qaysi davlatlarning taraqqiyot natijalaridan tang bahramon qildi. Junxo munavvar an'anaviy madaniyatini rivojlantirib, dunyoga ulgu tiklab berdi. Aslında bu sözünü qilishdan biraz numus qilish kerak-da hamda. Sizning Qirg'iziston, Qozog'iston bu atrofdagi xalqning o'zimi, bu davlatlarda yashayotgan xalq, bizning bu qarindoshlarimiz Xitoydan to'yib, yo'ib ketgan. Qaysi taraqqiyotni tang bahramon bo'ldi? Taraqqiyotlardan tang bahramon qildi. Xitoyning bu davlatlarda qanday beshamlik qilayotganligi, bu davlatlarning iqtisodini, tijoratchilarini qanday asta-asta vayron qilayotganligini xuddi dunyo bilmaydigandek. Qarab qo'yaylik. Arqadan yana Qirg'iziston Tayvan masalasi va Şinjan'a alaqadar, Hong Kong'a alaqadar masalalarda Xitoy tarafini qat'iy qo'llaydi degan iborani ishlatdi. Suhbatninki Xi Jinping bilan Japarov Xitoy bilan Qirg'izistonning yangi davrdagi umumyuzlik strategik hamrohlik munosabatini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi qo'shma bayonotini o'rtaq imzolagan bu qatim. Albatta, yuqorida deb o'tganimdek, mush yaqin yillardan buyon O'rta Osiyodagi, ya'ni bu cumhuriyetlerdeki bütün rehberlerin hemmesideki Xitoyning her taraftan
boğuşuda Xitayning ta'siriga intayin ig'ir uchirganlik sababli ham qarz masalasi bo'lganlik uchun Xitoyga bog'lanib qolganlik uchun hammasi mana shundaq insonni ichindiradigan so'zlarni ko'plab tilga olyotdi. Bu yerdagi yashayotgan xalqimiz ham boshqa davlatlarga o'xshash erkin Xitoy bilan munosabat nihoyatda Xitoy allaburun bularning ovozini har qanday biz haqida yani biz to'g'riliq har qanday gap chiqarish yo'llarining hammasini aytib o'tganligi uchun bu yerda millionlagan xalqimiz yashagan bo'lsa-mu boshqa Turkiya va boshqa g'arb davlatlariga o'xshash erkin bir faoliyatni qilolmaydigan darajada hamdi. Albatta hammamiz buni bilamiz, ichinishli bir masala. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Trump bilan IShIBA Xitoyga birlikda qarshi turish haqida va'dalashdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Trump hokimiyatga chiqqandan buyon Xitoyga qarshi mayli savdo jihatdan bo'lsin, nurg'unlagan qisqa muddatning ichida Trumpning mijozini biz bilamiz. Yani kütülmegen işlerini imza koyup, icra kılıp degandek nurgun işlerini kılıp atıda hazırgacha. Bu qetimmi baş veziri, Yaponiya baş veziri Shigeru, yani Shigeru IShIBA bilan ko'rishib söhbetish jarayonida Xitoyning tajovuzchilik qilmishlariga birlikda qarshi turish haqida va'dalashgan. Muhofizachi gezning 8 fevralda bergan xabari bu. Yaponiya bosh vaziri Shigeru IShIBA bilan Prezident Donald Trump tunji qatimliq uchrashishda ijobiy munosabat o'rnatganligi, Yaponiya tamojni beji qo'yilishdan saqlanib qolganligi. Albatta, faqat Xitoyga emas, hatto Trump o'zining ittifoqdosh davlatlarga, Kanada, hatto Yevropaga qo'shimcha boj qo'yman deb qilayotgan ishlarimiz bilamiz. Bu qatim şu tamojni beji qo'yilishdan Yaponiya saqlanib qoldi deb muhofizachi gesi bu şekilde berildi. Ular suhbat jarayonida Xitoyning dengiz rayonidagi tajovuzchilik qilmishini ayiblagan. Va shundaqla Yaponiya po'lat temir shirkatining Amerika po'lat temir shirkatiga mablag' selish imkoniyatini muzokara qilgan. Trump IShIBAni savdo tengpungsizligi masalasini tugatishga chaqirgan. Agar shundan munosabat yaqin bo'lsa lekin Amerika Yaponiya o'rtasida savdo tengpungsizligi bağlılığını tilga olib Trump bu tengpungsizlikni cho'qim tugutish kerak, bo'lmasa hal qilinmasa tamojni beji qo'yilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Ko'rishda ikki taraf Amerika bilan Yaponiyaning uzun muddatlik yaxshi munosabatni taraqqiy qildirish to'g'risidagi va'dalarini ta'kidlashgan. Albatta bu qatimqi qo'shma axborot e'lon qilish bo'lsin bu ko'rishdagi bu yerdagi Xitoyga qarshi birlikda hamkorlik tuzimiz degan so'zlar bo'lsin. Xitoyni har doimgidek chichanishtirgan bir masala. Biz kundalik xabarimizda tafsiliy holatda berdik. Xitoy apula buningki so'zlardan keyin Beijingdagi Yaponiyaningki bosh elchisini ministerlikka chaqirib o'zining noroziligini bildirdi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Xitoy Sharq Turkistonda yolg'on tashviqotini kuchaytirish planini ta'kidladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta numusni bilmaydigan numus tuyg'usi yo'q. Bu tajovuzchilar shuncha vala dalil isbotlar o'tirg'a to'kilib tursa-mu, har doim qadar kun siri g'aljirlashgan asosdan ko'rib boqaylik. Vatanning ichki sirtida Xitoyning ichidagi o'zining chaparmanlarini milyonlab pul sarf qilib u ta'til tashviqot, yolg'on sayohat o'rlashtirish hech qaysi yetmay, hatto chet eldan nurg'un Xitoy haqida gap qilgan, Xitoy o'ziga ta'taliganligi YouTuber bo'lamdi, boshqa shu tunilganlar bo'lamdi chet elda. Hammasini shu o'zininki obrazini güzelleştirish uchun, chiroyli ko'rsatish uchun qimlig'ini qanmay yillardan buyon qilyapti. Bu qatim echilgan yig'inda shuncha vala tashviqotni kuchaytgan bir Xitoy endi nima qildi? Buni texnik kuchaytiramiz 2025-yilda deb maxsus yig'in ochib, shu yolg'on tashviqotni qattiq kuchaytirish haqida mashin ro'yxatnashgan qo'rchoq amaldor erkin yozmamishadi. Bir-birining bularning qilgan qiliq so'zlarining hammasi yillarcha biz anglab ho'v ketgan narsalardir. Ya'ni shu butun quruq gaplar, shu
o'xshash shaklda Cumhuriyet medeniyetinin ortaklıqını her qaysı milletler aralış, almashtırış, yuğurluş dek muşunasını texinbek her taraflama barpa qılıp küçeytip onu qılımız, bunu qılımız degan sözlerimdi. Oylap qaydım. Bunu musuzlar hiç qaçan to'xtab qolgan. İlgirki 2024 yildagi ishlarni xulaslab, muayyanlashtirib, mushunda ishlarni qildik deb, mushu vatan ya'ni Xitoyning ichki sirtidagi hem Sharq Turkistondagi butun ta'til tashviqotning qanday qilib berilganligi. Bularning hammasini butunlay bir tilga ilib, bu yerda nima deydi desam, hatto mushu yig'in qatnashgan yig'in oxirida so'z qilgan mushu Uyg'ur Abdul Rayonlik tashviqot bo'limining raisi Wang Jianshin degan Xitoy. Şöyle çıkıyordum. Şinjan'a kadar tashqi tashviqot ve ommaviy fikr ko'rishidagi tashabbuskorlik jengini yaxshi ishlabmish Xitoy shu. İdeologiya sohasining bexatarligini qat'iy qo'g'dab, tirishib, Şinjanning tashviqot ideya madaniyat xizmatida yangi vaziyat yaratish kerak deb bildirdi hamda. O'ylab qo'ydi. Yani deydi-ki, tashviqot ve ommaviy fikr jengida biz bir kurashda, biz bir jangda dedi. Biz bu nejislarga, bu tajovuzchilarga qarshi kurash qilyapmiz. Muajiratdagi butun xalqimiz bo'libmi tashviqot mana bu millionlab sarf qilgan bu butun chaparmalarni vatan ichida, hatto Turkiyadagi bir yerda radiosi va CGTNning turkchisi va internet tor televiziyasi va to'xtamay pul sarf qilib butun ta'til tashviqot qildi. Bizga qarshi u yerda qilayotgan butun jinoyatlarni yepish uchun. Buni sizlar yana bu jangni, mushu jangni texinba kuchaytiramiz dedi. Jang degan iborani ishlatdi, qadrli ko'rganlarimiz. Albatta bulanma yani tashviqotlanmoq deyninki ta'til butun millatni buzish, millatning engini bizning butun hattoki yolg'ondan o'rlashtirgan sayohat o'rinlari, muzeyxona masalan shu o'ylab boqaylik. Masalan 2024 yilning 5-ida atalmış Şinjan muzeyining ko'lamini aslidagidan 3 hissasiga yaqin buni cho'ngaytib, kengaytib mazkur ko'rgazmaga Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligidek burmalangan tarixni o'tirg'a chiqarish maqsad qilingan 1500 dan ortiq atalmış madaniyat yodikorliklarini qo'yganligini biz o'z vaqtida xabar qilgandik. Buning xabarini berdik. Bunu bütün mektep o'rinlashtirib, bu hafta ichida nurg'un bu haqdagi tafsiliy xabarlarni berdik. Mektepdan bütün Sharq Turkiston shu nimalarni ziyorat qildirib, yolg'on shu muzeylarni va boshqa sayohat maktablardan akilib, bu yer butunlay uydirilgan narsalarda hamda. Butunlay mingi yuyish bu millatning madaniyatini, hamma narsasini butunlay Xitoyga bog'lab turib, azaldan shu bu zaman Xitoynikiti degan bir tuyg'uni, bir tushunchani kirgizish uchun butun kuchlantirish o'tida dushmanimiz. Buningga ko'ra harakat qilishimiz kerak. Mushuni oxirlam ikkinchi bir xabar qarsak, masalan, bu yana mushunchalar tashviqot qilyapti va yana nima qildi? Xitoy irqiy qirg'inchilikni yushirish uchun qisqa musobaqasi tashkilladi. Yani 4 yildan buyon o'rinlashtirayotgan har yili biz bu haqda xabarlarni berib kelyapmiz. Bu yilmi yana o'xshash mushu qirg'inchilikni, Uyg'urlarning noiti xotirjam yashayotganligini bunda har xil shaklda vatanning har qaysi joylarida, hatto bu qatim chet eldan qabul qilamiz deb qisqasin musobaqasi. Buni e'lon qildi Xitoy. Yani her tarafdan qilyotganda mukofot berib turibmi, butunlay shu tumanlagan kishi Şinjan to'g'risida so'zlash temasida shunda qisqasin ishlab, buni ko'plab taqib ijtimoiy fikr vositida hamma yerda. Yani bu işgaliyet özünün qılıvatqan, her günü qılıvatqan san-sanoqsiz jinoyatlarni yepish yani. Bununla o'xshash yolg'on tashviqotlar bilan jinoyatlarni kumi o'tish yani. Bu nejislarninki qılıvatqan ishi bu Şinjan televiziya radio stansiyasininki, Şinjan radio televiziya stansiyasininki 12 fevraldagi xabarda berildi bu. 4-navbatligi bu qatim, yani tumanlagan kishi Şinjan to'g'risida so'zlash temizda bu shu qisqasin musobaqasininki asar qabul qilish boshlanganligi 30 aprelgacha davomlashadiganligi bildirildi bu xabarda. Va shu tugagandan keyin butun mazmunlar cho'qimda deydi-ku bu yerda qandoq shaklda cheksang, filmni qandoq shaklda sinqarsang, ishlasang bizning cheklimi yo'q. Ammo shart nima? Atalmış Uyg'ur Abdunur rayonining iqtisodiy taraqqiyot, sayohatchiligi degandek shu ijobiy mazmunlarni, ya'ni bizni yaxshi, ya'ni Xitoyni chiroyli ko'rsatgan har qanday narsani akagin.
men qabul qilmay, oxirida 180 qisqasining o'xshamagan darajada bilan mukofotlanganligini bildirdi. Ya'ni mening faqat men dunyoda chiroyli ko'rish uchun shu chiroyli xiyollarimni yolg'onni shunday o'ydirib chiqib ishlashing kerak. Boshqa har qanday sat yerimni ko'rsatsang, udur ikki futi bir o'tib qildi qo'yamdi. Amaliyot unda bu jinoyatchilarning hech bir narsani xuddi boshqa davlatlarga o'xshash, masalan, hatto hokimiyatni ayblab hujjatli filmni dunyoning hamma yerida ishlay oladi. U davlatning raisini ayblab hujjatli filmni ishlab chiqaraverdi masalan. Hech kim uni cheklamaydi boshqa davlatlarda. Ammo bu nomussizlar uchun butun yaxshi narsalarni yolg'on, uydirilgan hikoyalar bilan ta'sirli qilib, shunday qilsam men mukofot berma deb turib, bundaq nomussizlik qilyapti. Butun dunyodan qisqasini asar qabul qildigan bu yil. Bu albatta bu so'z diqqat tortgan, hatto chet eldagi Xitoyga yaqin kishilar tarafidan, hattoki Uyg'urlardan bu qatim o'ziga xizmat qilayotgan ashundaq kishilarni bizning millatdanmi ishiltishi mumkin bu qatimqi yil oxirida e'lon qilinganda degan so'zlar bo'lyapti. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, DeepSeek hukumat organlarida cheklanishga boshladi. Albatta bu chiqqandan buyon xulg'ul qo'zg'ayotgan masala, buningki o'tgan haftalarda tilga oldik, kundalik xabarlarimizda ba'duq bu butun dunyoda masalan bo'lib muhtaynamiz sezgur masalalarni, ya'ni Xitoy ishlab chiqargan bu narsaniki internetdan biz ko'rdik qo'yamdi. Bunun qanday javob berishdan qochganligini degandek. Ammo lekin bu yana nurg'un albatta dunyodagi organlar tarafından ciddi tekshirilganlik sababli bu yerda buningki nurg'un hafta bashi rasm echilyapti hozir. Echilib cheklanishga boshlagan bir qadamga kirdi hamda hozir. Bu ishlatuvchilarning nurg'un materiallarni, ishlatuvchilarningki materiallarni, ishlatuvchilarningki buni qo'llangan kishilarningki shu uçurlarını ciddi şekilde özü o'g'irlaydiganligi sababli buni hozir bu qatim Amerikaniki New York shtat boshlig'i Casey Hochul bu haqda bayonot e'lon qilib, bu appninki, bu DeepSeek'ninki detaliningki hukumat organlariga tava uskunlar va suplarga tushirilishini butunlay cheklaganligini e'lon qilgan. Casey Hochul bayonotida DeepSeek'te ishlatuvchining uchurlarini to'plash va texnikalik sirlarga erishib olish xavfining mavjud ekanligini, ommaviy bexatarlik o'zining oldingi vazifasi ekanligini, New York aholilarini ham chet ellik ham yerlik tahdidlardan qo'g'dash uchun davomli tirishadiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan hafta palata a'zolaridan demokratchi Josh Gottheimer bilan jumhuriyatchi Darren Lahod DeepSeek'ning hukumatga tava uskunlarda ishlatilishini cheklash uchun qonun loyihasi sungan. Yani fakat New York'ta emas, yani Amerika tavasida bunday bir qonun loyihasi chiqish kerak deb. Albatta DeepSeek'ninki Xitoyda shu Huanfang kapitalining qo'llashiga erishgan bir sun'iy aql shirkatlariga selishtirganda tuvan baho va az o'zak ishlatib yasab chiqqan uchuq manbalik yangi modeli 20 yanvar bozorga selinib, qanday qo'lg'ul qo'zg'alligini demasam bilamiz. Ve İtaliya Sağlık Malumat Qo'g'dash idorasi biz hafta ichida ba'duq uning tafsilotini 30 yanvarda Xitoy shirkatining bu shu DeepSeek bu detalini cheklab tekshirishga boshlaganligi haqidagi bir xabar bergandik. Chunki u İtaliya o'tirib qo'ygan narsami ishlatuvchilarning nurg'un materiallarini, uchurlarini o'g'irlaydiganligi, buningga erishayotganligi va hafta ichida biz yana Koreya istihbarat idorasininki bu ne shu DeepSeek'ninki ishlatuvchilarning narsasini o'g'irlaganlik uchun bak ko'p elib olganligi uchun buni cheklaganligini, shundoqla Avstraliya va Tayvanmi Koreyaga o'xshashlam bir qadam tashlaganligi haqida biz kundalik xabarimizda bu haqda xabar berdik va arqadan bu davlatlarninki DeepSeek'ni cheklishiga qarata Xitoy har doim Xitoy tashqi ishlar ministrligining bu vaqt savol so'ralganda har doim qo'numisizligi bilan u hech qanday aloqasi yo'q, unda qilmaymiz biz deb beshamlachi qarab turadi. O'xshash shaklda. Xo'sh, Hindiston Xitoyning po'lat mahsulotlariga 25% boj qo'yishni planladi. Ko'rmalarimiz albatta bu yangi bir qadam Hindistondan. Hindiston Xitoyda ishlab chiqarilgan
Polat tümür mahsulotlarga 15%dan 25%gacha vaqtliq tamojna beji qo'yishni planladi. Amerika ovozinin 13 fevralda berildi bu xabar. Hindiston hukumati o'zining po'lat tümür sanoatini adil bo'lmagan raqobatdan qo'g'dashga qat'iy bel bog'lagan bo'lib, qarab boqaylik. Har yerda yani butunlay adolatsiz bir muhit yaratdi Xitoy hamda. Nega kirsa shu davlatningki tamponiqini buzib tashlaydigan. Mallarni akirsa o davlatdagi nurg'un sanoat tijoratchilarning nemisini mallarini paxal qilib o'tib, o davlat xalqiga nega kirsa shu yerda bir balo chiqadi hamda. O'ylab qo'ying. Bu po'lat tümür masalasida-mi? Yani bunu qat'iy tugutishim kerak deb bel bog'laganligi haqida berilgan bir xabar. Hindiston Savdo ministri keyingi 6 oy ichida Xitoydan kelgan po'lat tümür mahsulotlarga 15%dan 25%gacha vaqtliq tamojna beji qo'yishi mumkinligini aytgan. U Xitoyning arzon po'lat tümür mahsulotlarining importining ko'payishi adil bo'lmagan savdo raqobatini keltirib chiqarganligini, buning ig'ir tahdid paydo qilganligini ta'kidlagan. Hindiston hukumati o'tgan yil 13-oyda Xitoy mahsulotlariga yerlik tilda qo'g'dash beji deb atilgan vaqtliq boj qo'yish qo'ymaslik masalasini tekshirib, oxir bu o'tirdiki mavjud buni tekshirgandan keyin o'tirg'i chiqqan sonliq ma'lumotlarning g'oyat zo'r darajada Hindistonga ziyon berayotganligini ko'rgandan keyin bu po'lat tümür importini cheklashni planlagan. Agar boj qo'yish tasdiqlansa, unumlik muddati 2 yilgacha davomlashishi mumkin degan shaklda berildi. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Erdoğan Malayziya, Indoneziya va Pokistonda ziyorati bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Türkiye vaziyatini, Türkiye'deki ishlarni ko'zib kelayotgan xalqimiz yaqindan ko'rgan bo'lishi mumkin. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 10 fevraldan boshlab Malayziya, Indoneziya va Pokistonda arqa-arqadan bu davlatlarni ziyorat qildi. Albatta Türkiye'nin har qaysi taratqularida, televizorlarda keng shaklda berildi bu qatimqi ziyorat. Birinchi bekiti Erdoğan'dan Malayziya. Malayziyada Anwar Ibrahim, baş minister Anwar Ibrahim tarafından kutib olindi. Devlet murasim bilan rasmiy qarshi edildi bu yerda. Erdoğan Kuala Lumpurda Anwar Ibrahim bilan birlikda o'tkazgan qo'shma muxbirlarning kutib olish yig'inida Turkiya bilan Malayziya orasida burun 5 milliard dollar deb belgilangan ikki tarafli savdo hajmini 10 milliard dollarga ko'tarish qaroriga kelganligini bildirdi. Albatta Erdoğan'ın nurg'un uzun so'zlari va bu yerda albatta bilganki o'tir sharqdagi bo'lib G'azzadagi, Palestindagi masalalarni kuchli to'xtalib, İsrail'e Palestin zemindeki işgaliyetini ahırlaştırışı ve keltirip çıkargan ziyallarını töylep berişi gerek. 1967 yıldaki çigrasızlığa asas kılıngan, paytaxtı Şarkı Kudüs bolgan, müstakil, igilik, hukukluk ve zemin bütünlük qovdalgan bir Palestin devletinin berpa buluşu mutlak zürüriyet deb ta'kidledi. Dünyadaki bütün Müslüman devletleri bütünlay zuvani eşiğe düşüp ketken, bugün bulup mu Trump'ninki G'azzani biz o'tkazib olamiz. Amerika o'tkazib oldi. Bu G'azzadagi xalq boshqa yerga chiqib ketdi. Iordaniya va Misr degandek bu gaplar o'tirda uchib yurgan bir paytda Erdo'g'an bu davlatlarning ziyoratini, bu davlatlardagi ziyoratning hammasida eng kuchli shaklda bu o'tirga tashlangan, Trump tomonidan tashlangan bu so'zningki asla qabul qilinmaydiganligini bildirib, nihoyat kuchli so'zlarni qildi. Anwar Ibrahim muxbirlarni kutib olish yig'inida shu yig'inda so'z qilib, biz dunyo musulmonlarining yetakchisi, adalet ve kişilik hukukning himoyachisi bo'lgan bir rahbarni kutib olganimiz uchun baxtlimiz degan shaklda so'zini boshladi Anwar Ibrahim. U yana Erdo'g'anning siyosiy hayotida haqida biroz gap qilib. Chunki o'zimi Anwar Ibrahimni nurg'un davolg'uchlarni Malayziyada hammamiz bilamiz. Turmalarga kirgan, vazifasidan elib tashlanib, nurg'un qalayimqonchiliklar bo'lgan qo'yamdi o'z vaqtida. Erdoğan'dan şu haqda bu bir ishni boshdan kechirganligini, siyosiy hayotining ulug' bir muvaffaqiyat deb ta'riflab, sizning turmadan davlat rahbarligigacha bo'lgan hayotingiz faqat hayot qilish hikoyasi emas, balki bir sharaf dastonidir. Bu qiyinchiliklar oldida bosh egmay kuchli iroda bilan olg'a ilgirlashning namoyandasidir. Turkiya bugun tarixdagi eng kuchli, eng ishonchli va eng qat'iy davrini boshdan kechirmoqda degan shaklda so'z qildi. G'azza masalasida albatta
Anvar İbrahim qilgan so'zida Türkiye'nin Palestin meselesinde, Gazze meselesinde bütün dünyadaki her qandaq devletten köpürek ictimai maddi, insani yardım cihetimi Türkiye'nin birden-bir en aldın Katar'daki devlet ekanligini bildirip hiç qandaq devlet Türkiye'de iş qilmadi deb qarayman deb shuni so'zladi. Bu qatimki ziyorat albatta Malayziya bilan 11 turlik sahada kelishim imzolangan har qaysi ministerlar tarafidan. Ve bizninki bu ziyaret jarayonida Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki hay'atimi o jarayonda shu Malayziyada faoliyat qilayotgan bo'lib, Baş katip Abdurashid Amin Haji birlikka vakolatan 10 fevral Malayziyada Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Malayziya Baş Ministri Anvar İbrahim tashkillangan ochiq yig'inga qatnashdi. Xo'sh, Erdo'g'an ikkinchi bekitiga kelsak, ziyoratning ikkinchi bekiti Indoneziya prezidenti Prabowo Subianto Bogor tarafidan Indoneziyada Malayziyadan bakrak hayvatli kutib desek bo'ladimi. Naiti Erdoğan özümü xejilib kitib bu beklam kayıp kitibsem men yaqında Türkiye keldikan prezident Indoneziya prezidenti. Men sizni qandaqaroq kutib olishni hozirdan boshlab o'ylash qildim degandek so'zlari axborotlarda ko'p tilga olindi. İki rahbar bu yerda nurg'un kelishimlar, ayrim uchrashishlar, kelishimlar o'zaro bular tilga olinib o'tilgandan keyin yig'indan keyin qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi bu yerdami. Tarixiy munosabat ikki davlatniki va bundan keyin bosilgan muhim qadamlarning ahamiyati haqida to'xtalib hammasi Indoneziyadagi faoliyatlar jarayonida yana Erdo'g'an poytaxt Jakartada yana Türkiye Indoneziya so'dimin bir yig'inga qatnashdi. Indoneziyadagi ziyarati tugagandan keyin 3-bekat Pakistan. Erdoğan ve onu bilen bildi bağın bütün ministerler ve başka iş adamları diyendek ömek vekiller. Bu da Pakistan'da olsa Başminister Şerif Pakistan'da İslamabad'da Pakistan Prezidenti Asif Ali Zardari, Başminister Şahbaz Şerif ve başka emeldarlar tarafından ayrı durumda kütüp edildi. Erdoğan başta Başminister Şerif bilen ayrı söhbet ötküzüp iki rəhbəri 7-ci növbətlik yuqur dərəcəlik strategilik həmkarlıq kengaşı yığınağa qatnaşdı. Nurg'un kelishimlarga imzo qo'yildi bu yerda. Va Erdo'g'an har dərəcəlik uchrashuvlardan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inda o'zaro munosabatimizni texnik kuchaytirish to'g'risida o'rtaq tunishga keldik. Bu doirada sud, tijorat, suv boyligi, yer egiligi degandek nurg'un sohalarni tilga olib 24 kelishimga imzo qo'yganligini tilga olib o'tdi. Yani o'xshashlar Pakistan'da mı Palestin meselesini, Gazze meselesini tilga olib, Gazzeliklarning ana vatanidan ayrı etilishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydiganligini yana bir qatim ta'kidladi bu yerdami. Demak, yani shundaqla bu qatimki ziyoratda Erdo'g'an uchun poytaxt Islomobodga eng asosli qatnash liniyalarining biriga Erdo'g'anniki, prezident Erdo'g'anniki ismini qo'yish kararını ma'qullagan bu qadimki ziyoratda. Demek xabarlarımız bu haftaki xabarlarımız bulardan ibaret qadarli ko'rilmalarimiz. Mushundaq har xil ishlar bugun dunyo vaziyati intayin ciddi bir şekilde ketyapti. Har kuni nurg'un kutilmagan ishlar yuz berib turyapti. Kurashga, mujodilaga hiçbir zaman to'xtamasdan öz qarindoshlarimiz tarafidan birinchi xabarda tilga olingandek. Yani qarindoshdan kelgan narsa bakrak ochiq his qilindi albatta insonga. Eng yaqin qo'shnimiz bular tarafidan kelsimi, tashlab qo'yilsaqmi, lekin asla to'xtamasdan davom qilamiz bu kurashni. Eng oxirida cho'qim g'alaba qildiganligimizga ishonchimiz komil. Allah ömür verse atiki gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftəlik xəbərimizi görüşükcə aman boğaçlar. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.